Onasi, bo'pti, men ishga ketdim, xo'pmi? Adasi yaxshi borib keling. Bugun uyga borib kelsam maylimi? Ha, bo'ldi, borib kelaver. Onamdan so'rab sekin borib kelavergin onasi. Ojondan so'radim. So'radingmi? Ha, bo'pti. Telefon qilib qo'yarsan? Nodira, uyingizga ketmoqchi edingiz, nima qilyapsiz? Hoji ketishdan oldin hamma joylarni tozalab ketayotgandim. Ozgina ishim qoldi. Nima keragi bor shu ishlarni? Uyimizga xon kelyaptimida? Ne, o'zingizni qiynab, hamma yoqni tozalab ketmoqchisiz, bolam? Agarda kimgadir yaxshi ko'rinmoqchi bo'lsangiz, bolam, bilib qo'ying. Odamzodni hech qachon rozi qila olmaysiz. Rahmat oyijon, uni qadam bir zo'la somsa qilib oling oyijon. Vaqt ketkizib, somsa qilib o'tirasizmi? Darrov kiyimlaringizni almashtirib chiqing. Bir joyga borib kelamiz. Xo'p, oyijon. Oyijon, bekor qildingiz-da, uyda o'zim ham somsa qilib olardim. Nodira, nima qilardingiz oshxonaga yotib bo'lib? Men o'rtoqlarim bilan mana somsasiga doim kelardik. Siz bu somsani yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Yuring, bir somsa xo'rlik qilaylik. Qizim, menga tog'oraga 30 ta somsa tayyorlab bering. 30 ta go'shtli somsa tog'oraga. Xo'p bo'ladi, xolajon. Keyin mengacha 2 porsiyali sabor osh ham tayyorlab berasiz, qizim, xo'pmi? Nodira, bu somsalar juda ham shirinli, juda ham mazali edi. Oyijon, o'zimga ham somsa olib berdingiz, uyimga ham zakaz qilib berdingiz. Baraka toping, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Faqat o'g'il bolalar onasini rozi qiladi deb o'ylaysizmi, Nodira? Har doim uyingizga borganingizda onangiz og'zlariga yoqadigan tamsiz ovqatlardan olib borishni o'rganing. Oyijon, bilasiz, har xil vaziyat bo'ladi. Xo'jayinim pullari bo'lmay qolishi mumkin-da, bir xil payt. Agarda eringiz pul bermasa-chi, mana men borman. Ayolning dardini ayol tushunadi.